Bu voqelik nafaqat tabiiy hodisa, balki diniy kitoblarda ham yoritilgan muhim masala sifatida e'tirof etiladi. Islomda bu hodisa qiyomat alomatlaridan biri yoki qiyomatga yaqin ummatning yangi yo'lboshchisi sifatida keladigan dunyoga adolatni qaytaruvchi bir podshoh, Mahdiyning davri yaqinlashganiga ishora deb baholanadi. Bu chiqishimiz bilan sizni qo'rqitish, vahimaga solish yoki bu roligimizda ko'rishlar sonini oshirib, like to'plash maqsadimiz yo'q. Bo'lmagan ham. Shunchaki musulmon kishi real hayot bilan bog'lanib yashash kerakligi haqida so'z olib boramiz. Dunyo o'z poyoniga yetib borayotgani aqli hushi joyida odamga kundek ravshan bo'lib bormoqda. Mana shuning alomatlaridan biri Furot daryosining qurib qolishi. Uning ostidan oltin xazinalar chiqishi, insonlar u uchun bir-birlarini qirib tashlashlari haqida hadislarda ham aytilgan.